Assalomu alaykum hurmatli Excel o'rganuvchilari va bo'lajak buxgalterlar yoki ishlab kelayotgan buxgalterlar. Bugun sizlar bilan Excel dasturida oylik ish haqi hisobini ko'rib chiqamiz. Ya'ni biror bir xodim davlat ishida yoki biror bir firmada ishlaydigan bo'lsa, albatta oylik ish haqi qoladi va unga tegishli tarzda soliqlar chiqadi. Ya'ni xodim soliqlar to'lashi kerak bo'ladi. Shuni demak Excelda jadval asosida qanaqa qilib hisoblaymiz, shuni ko'rib chiqamiz. Buxgalterlar ham buni o'rganib olsa zarar qilmaydi. Yosh Excel dasturini o'rganayotganlar uchun ham ayni muddao. Misol uchun Usmonov D ismli xodim oktyabr oyida to'liq ishga keldi. Demak, oktyabr oyida agar haftasiga 5 kunlik ish kuni oladigan bo'lsak, 23 kun ish kuni bor. Demak, to'liq ishga kelgan bo'lsa 23 kun deb yozamiz va hisoblandi. Qancha oylik hisoblanyapti xodimga? Demak, oklad puli bo'ladi, bilasizlar. Misol uchun 5 million so'm oklad puli bor deb olamiz. Va bu xodimga shu oktyabr oyida misol uchun 400 ming so'm mukofot puli ham berildi. Mana shuni ham yozib olamiz. Endi jami hisoblandi degan joyga biz oklad puli bilan mukofot pulini qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Buni demak Excel dasturida bilasiz, teng belgisini qo'yib, katakchalarni belgilab orasiga plus ishorani qo'yamiz va enterda bossak natijasi kelib chiqadi. Endi mana shu 5 million 400 ming so'm xodimga oktyabr oyi uchun hisoblanayotgan bo'layotgan bo'lsa, bundan demak INPS solig'i va daromad soliqlari ushlab qolinadi. Shu joyda aytib o'tib ketay, xodim demak oyning oxirida oylik olmasdan oldin oktyabrda 10-si yoki 5-sanasida bu misol uchun 1 million so'm avans puli olib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik ishxonada demak ishchilarga avans beriladi. Shuni yozib olasiz bu yerga. Va endi 5 million 400 ming so'mdan daromad solig'i va INPS soliqlarini asta-sekinlik bilan hisoblashni boshlaymiz. Birinchi navbatda biz INPS solig'ini hisoblab olamiz. INPS solig'i bu pensiya fondga ketadi. Xodim demak pensiyaga chiqqandan keyin davlat unga pensiya berish uchun demak yillar davomida oyligidan pensiya uchun pul to'lab keladi. Buni miqdori 0.1% tashkil qiladi. Demak 5 million 400 ming so'mdan ushaladi pensiya, ya'ni pensiya fond ko'paytirilgan 0.1%. Enterni bosamiz. 5400 so'm demak ushlab qolinar ekan. Xo'p, undan keyin daromad solig'i ushlab qolamiz. Daromad solig'i 11.9% tashkil qiladi. 0.1% INPS solig'i bilan jami 12% xodimdan ushlab qolinadi. Bu ham demak jami hisoblandidan bo'ladi. Va minusdan INPS solig'ini ayirib tashlaymiz. Shunda 11.9% ga chiqadi bu yerga. Va jami ushlandi degan joyga teng belgisini qo'yamizda biz daromad solig'i plusdan INPS solig'i plusdan avansni ko'rsatamiz. Enterni bosamiz keyinchalik. Demak, jami ushlandilar hisoblab oldik. Endi xodim shu oktyabr oyida qancha oylik oladi? Demak, xodim o'zi 5 million so'm oyligi bor edi, 400 ming so'm mukofot berildi va 5 million 400 ming so'm hisoblandi. Va undan oldin xodim oyning boshida yoki o'rtasida 1 million avans olib qo'ygan, ya'ni olgan. Soliqlarni, shu avans pullarni biz endi ayirib tashlashimiz kerak. Buning uchun jami hisoblandidan biz ayirib yuboramiz jami ushlandini. Bu jami ushlandi, daromad, INPS va avans pullari yig'indisini tashkil qilyapti. Va enterni bossak, xodim demak 3 million 752 ming so'm yana oylik olar ekan. Ya'ni qo'lga tegadigan summasi shuncha bo'ladi ekan. Agar xodim umuman avans olmasdan oylik to'liq olishini kutib ishlayotgan bo'lsa, siz bu yerda avans pulini yozmaysiz, ya'ni o'chirib yuborasiz. Bu yerda jami ushlandi, shunda daromad solig'i va INPS soliqlari yig'indisi bo'ladi va qo'lga tegadigan summasi tabiiyki 1 million so'm ko'p chiqadi. Mana shunday qilib jadval asosida hisoblasangiz bo'laveradi. Siz mana shunday Excelda o'zingiz oylik ish haqi hisoblashga harakat qilib ko'ring. Albatta jadvalni eslab qoling yoki videoni to'xtatib qayta ko'rib, demak hisoblashga harakat qilib ko'ring. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Bizning kanalimizda Excel bo'yicha zo'r video darslar chiqib boradi, barchaga foydali bo'ladi. Xudo xolasa biz yangi video darslarni sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Yangi darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun siz albatta kanalga podpisatsiya bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.